Assalomu alaykum hammaga. Mana bizga brus yasash ishlari boshlandi. Mana ke og'izlardan yasab chiqamiz boshidan. Mana endi mana bu yerda svarka qilib chiqamiz. Polni o'zi boshlaymiz. Bitta tozalab mana shunday qilmasa bo'lmaydi. Ahamiyat beringlar, mana to'ldirishga beriladi. Mana endi bo'ldi, tayyor. Yaxshilab ko'ringlar. Shularga uramiz. Tindigina tozgina chiqibdi. Bunisidan shularga uramiz hozir. Nav tindiq chiqmadi. Tindiq bo'lmadi. Ko'p joy rasho qoldi. Mana bu yo'llarni qaranglar. Yo'llarni qishish kerakki, bo'lmasa urun qish chiqadi. Beri bo'ldi. Mana bu yerni qilamiz. Yo'llarni ana endi 30 cm qo'yib 30 cm ga qo'yib hammasini urib olamiz. Har bir 30 ga bir donadan urish kerak. 30 ga. Hozir o'lchaymiz. Bitta tegizib oldik. Endi boshqa yarti tegizib chiqamiz. Yo'llarni bitta tegiz kerakki, yaxshi bo'lsa. Yo'lni hammasi tegizligina. Mana shunday bitta tegizib olaylik. Chunki marta yaxshilab eritib qilamiz. Bu brus yasash. Shuni soatga polni brus yasaymiz. Hammalariga rahmat. Подписчикka like bosib qo'yinglar.